So'nggi bahor. Muallif Barchinoyim. 10-qism. Yodgorshah atrofga qarab hech kim yo'qligiga ishonch hosil qilgach, asta tokzor orasidan o'tdi. Tuproq nam, oyoq ostida barglar g'irt degan ovoz chiqardi. Lekin Yodgorshah ehtiyotkor bo'ldi. Devor tagiga yetgach, toshlar orasidan sirg'alib o'tdi. Tor yo'l hali ham joyida edi. To'rt bukilib yurib, orqa hovli tarafga chiqdi. Saroy hovlisi jim, faqat uzoqda navbatchi askarning qilichiga tushgan oy nuri milt etib ko'rindi. Askarlar qilichini yelkasiga tirab yurar edi. Hovlining o'rtasidagi favvora suvi ham to'xtab qolgan edi. U bir zum atrofga quloq soldi. Hamma uxlayotganga o'xshardi. Yodgorshah sekin yurib tanish yo'laklar oralab bordi. Hovlining chetida ilgari Bahora bilan yashagan hovlisiga bordi. Ammo u yerga borganda yuragi qinidan chiqib ketdi. Eshik ochiq, ammo xona bo'sh edi. U ichkariga kirdi. Hech narsa yo'q. Devorlariga is chang yopishgan. Faqat baxmal parda turar edi. Yodgorshah chuqur nafas oldi. "Yo'q, bu yerda emas", dedi past ovozda. U asta orqaga qaytdi. Endi qayerga borishni ham bilmas edi. Ilojsiz holda saroy bog'iga chiqdi. Bog'da yaproqlar to'kilib, shamol ularni yer ustida harakatlantirib turar edi. U bir muddat shu yerda to'xtab qoldi. Yuragidagi og'riqni bosolmas edi. Ich-ichidan vahima Yodgorshahni egallashni boshladi. Shunda yuqoriga qarab, 2 qavatli saroy ayvonlariga ko'zi tushdi. Hamma eshiklar berk, faqat bittasining eshigi ochiq edi. Eshik ichidan noaniq nur chiqib turar edi. Yodgorshahning yuragi juda tez ura boshladi. "Bahora", deb ichida pichirladi. U shu yerda bo'lishi kerak. Xudoyim, ishqilib hissiyotlarim aldamagan bo'lsin. Yodgorshah tavakkal qilishga qaror qildi. Saroy devoriga yaqinlashib, panjaradan ushlab asta yuqoriga tirmashdi. Devor sovuq, ammo qo'li sirg'anmaslik uchun tosh orasidan mahkam ushlab chiqdi. Har bir harakatda yuragi yanada tez urardi. Pastga askarlar kelib qolsa, hammasi tugar edi. Nihoyat ayvon qirrasiga yetib bordi. Eshik yaqin. Ichkarida shamning xira nuri ko'rindi. U ovoz chiqarmaslik uchun sekin oyoqlarini ayvondagi gilamga tekkazdi. "Bahora shu yerda bo'lishi kerak", dedi ichida yana bir bor takrorlab. Yodgorshah tavakkal qilib ayvon eshigidan sekin ichkariga qadam qo'ydi. Xona havosi iliq edi. Devor burchagidagi temir pechka ichida olov chirsillab yonar edi. Havoda yoqilgan yog'ochning hidi, issiqlik va ozgina tutun aralashgan edi. Ammo bu issiqlikka qaramay eshik tomon ochiq. Ayvon orqali sovuq shamol kirib turar edi. Oy nuri oq pardalar orasida sirg'alib xona ichiga tushar. Gilam ustida oppoq nur yoyilgandi. Shu nurning o'rtasida Bahora jaynamoz ustida o'tirar edi. Qiz titrab yig'lardi, sovuqdan qaltirardi. Boshini jaynamozga egib dildan duo qilardi. Ovozi past, lekin yurakdan chiqayotgan edi. Qiz Xudoga ovozini chiqarib yalinardi. "Ey Parvardigorim, agar bu yurtni, bu saroyni, bu og'riqli hayotni tark etishim mumkin bo'lsa, meni ozod qil. Yodgorshahni yana ko'rish nasib qilsa, shu tunning o'zida Azroil jonimni olsa ham roziman. Faqat Yodgorshahni sening jannatingda ko'rish nasib qilsin. Sendan o'tinib so'rayman." Bahoraning ovozidagi dard, iztirob Yodgorshahning yuragini tilka pora qildi. U shu on shu so'zlardan keyin o'zini boshqara olmay qoldi. Shaxdam qadamlar bilan Bahorani yoniga borib, qizni quchoqlab oldi. Ko'zlaridan yosh oqib chiqdi. Bahora cho'chib boshini ko'tardi. Dastlab kimligini taniy olmadi. Oy nuri yuziga tushganda Yodgorshahning ko'zlaridagi yosh yalt etib ko'rindi. Bahora bir zumda titrab ketdi. Uni quchoqlab olgan erkak u kutgan va sog'ingan eri Yodgorshah edi. "Yo, Yodgorshah", dedi Bahora ishona olmay. Bu rostmi?" Yodgorshah Bahora baland ovoz chiqarib yig'lab yubordi. Ammo darhol Yodgorshah qizni lablaridan bo'sa olib jim qildi. "Ha, bu menman. Bari rost. Hozir qarshingda tirik turibman men", dedi Yodgorshah ovozi titrab. "Men seni sog'indim, Bahora." Bahoraning yuzini ko'z yosh yuvardi. U bir lahza joyidan qo'zg'alolmadi. Go'yo tush ko'rayotgandek edi. So'ng asta joyidan turib, bir qadam oldinga yurdi. "Chindan tirikmisiz? Yoki men aqldan ozdimmi? Yodgorshah, sizni o'ldi deb aytishgandi", dedi ovozi qaltirab. Yodgorshah boshini chayqadi. "Men tirikman. Azimxon sabab omon qoldim." Bahora bir zum jim qoldi. Ko'zlarida oy nuri aks etardi.
U qo'llarini yuziga bosib yana yig'lab yubordi. Yodgorshok Bahorani ahvolini tushungan holda qizni to'xtatmadi, shunchaki Bahorani quchoqladi. Yodgorshok qizni yana qattiqroq quchoqladi. Men seni bu yerdan olib ketaman, dedi qat'iy ohangda. Qanday bo'lmasin seni qutqaraman. Ha, ketaylik, uzoqlarga qochib ketaylik. Bir yo'li bor, dedi Yodgorshok. Meni ortimdan quchoqlab ol. Bahora darhol Yodgorshokning aytganidek qildi. Yigit ortiga o'tib quchoqlab oldi. Yodgorshok yana ayvonga chiqdi. Ortiga Bahorani opichlab olgandi. Xudoyim, meni eshitganing uchun rahmat. Bahora past ovozda pichirladi. Yodgorshok Bahoraning qo'lidan ushlab, sekin siladi. Menga ishon, sevgilim. Seni bu yerdan qutqaraman. Birga uzoqlarga ketamiz. Xavotir olma. Endi yoningdaman. Bahora hali ham hayajonda titrar edi. Yuragi tez ura boshlagan, ko'zlari yoshdan nam edi. U jimgina boshini qimirlatdi va yuzini Yodgorshok bo'yniga ko'mdi. Yodgorshok ehtiyotlik bilan devorga tirmashib pastga tusha boshladi. Toshlar sovuq, ammo u har bir joyni aniq bilar edi. Nihoyat qiz bilan birga pastga tushdi. Bahora og'ir emas edi. Yodgorshok qizni oyoqlarini yerga qo'ymay, opichib olgancha saroy burchagiga yugurdi. Bahora esa Yodgorshokni mahkamroq quchoqlab olgan edi. Saroy chetida yashirin yo'l bor. Biz o'sha yerga borib, tor yo'lakdan devor ortiga o'tamiz. Men otni daraxtga boylab qo'yganman. Tong otguncha Xiva shahridan chiqib ketamiz. Yodgorshok ortidagi qizga gapirdi. Bahora chuqur nafas oldi va Yodgorshokka ergashdi. Ular yashirin yo'lga kelgach, avval Bahora kirdi, ortidan Yodgorshok kirdi. Nam tuproq oyoq ostida g'irch etib ovoz chiqardi. Ular bir zum ham to'xtamadi. Yer ostidagi yo'l yomg'ir sabab nam edi, suvni shimib olgan, lekin baribir loy edi. Bir necha daqiqa o'tib, ular nihoyat yo'lning narigi tomonga, saroy tashqarisiga chiqishdi. Tashqarida Yodgorshok oldindan yashirib qo'ygan otda turgan edi. Yodgorshok Bahoraga yordam berib, uni otga mindirdi. Keyin o'zi orqa tarafga o'tirdi. Qo'llari bilan Bahorani mahkam quchoqladi. Bahora esa orqasiga suyanib, ko'zlarini yumdi. U yuragidagi og'riqni, qo'rquvni, g'amni ortda qoldirib borayotganini his qildi. Otning tuyoqlari tuproqqa urilar, tun sukunatini buzardi. Shamol ularning yuziga urilib, sochlarini yelpib o'tar edi. Sovuq emasmi? Yodgorshok Bahorani quchoqlab, qizni quloqlar ostida pichirladi. Bahora javoban yo'q deb bosh silkidi. Ular uzoqlashgan sari saroy chiroqlari asta g'oyib bo'ldi. Faqat osmonning eng chetida tong yorishayotgan edi. Bahora sekin ko'zlarini ochdi. Ufqda quyoshning ilk nuri ko'rindi. Qara, tong otyapti, dedi Yodgorshok mayin ovozda. Bahora osmonga qaradi. Quyosh nuri ikkovining yuziga tushdi. Bahora o'sha onni, o'sha iliqlikni umrining eng go'zal lahzasi deb his qildi. Yodgorshok, iltimos, boshqa hech qachon meni tashlab ketmang. Sizsiz nafas ham ololmadim. Qanchalar qiynalganimni bilsangiz edi. Yodgorshok Xorazm xonligi hududidan chiqib ketgach, bir qishloq yonida to'xtadi. Ot ham uzoq yo'l sabab charchagan edi. Qishloq kichik va undagi uylar soni kam, ammo fayzli ko'rinar edi. Yodgorshok avval o'zi otdan tushdi. So'ng Bahorani belining ikki yonidan mahkam ushlab, o'ziga tortib, yerga tushirdi. Qiz oyoqlarini yerga qo'yishi bilan yerga yiqilay dedi. Ammo Yodgorshok izn bermay qizini ushlab qoldi va ko'tardi. Yurolmas ekansan, nega menga aytmaysan? Agar aytganingda, o'zim seni yerga qo'ymay ko'targan bo'lardim. Yiqilish senga mumkin emas. Kichkintoyim, qorningdagi bolani asrashing kerak. Homilador bo'lganing uchun zaiflashibsan. Bahoraning uyqusirab turgan ko'zlari moshdek ochildi va Yodgorshokka qaradi. Eri unga qaramay, qishloq tomon uni ko'targancha yuzda quvonch bilan borardi. Ammo Yodgorshok Bahoraning homilador emasligini bilsa, nima bo'ladi? Bahora bu haqida eri bilmasligini bilardi va endi qanday aytishni o'ylardi. Bir tomonda Bahora ham qiynalardi. Har gal hali dunyo yuzini ko'rmagan begunoh bolasini o'ylasa, yuragi orqaga tortib ketar edi. Yodgorshok, sizda muhim gapim bor, dedi Bahora ko'zlarini namlanib. Yodgorshokdan yuzini burib, qiz buni Yodgorshokka qanday tushuntirishni bilmas edi. Keyin aytasan, hozir biror uy topay, dam olsang, so'ng Amirlik tomon yana yo'lga chiqamiz. Bahora boshqa gapira olmadi. Yodgorshok aytganidek jim bo'ldi.
qishloqda o'tgan-ketgan karvon yoxud musofirlar uchun qurilgan choyxonada o'tirgan Bahora salqin hovli o'rtasidagi yonma-yon uylardan birida o'ychan yotardi. Eri otga suv beraman deb chiqib ketgan. O'zini esa ko'ziga uyqu kelmasdi. Yodgorshohga homilador emasman, Zubayrxon bolamizni o'ldirdi desa, Yodgorshoh jahl ustida ortiga qaytib Zubayrni o'ldiraman deb turib olmaydimi? Har xil fikrlar bor edi, ammo tavakkal qilishning iloji yo'q. Bahora safar vaqtida bola endi yo'q ekanini Yodgorshohga aytmaslikka qaror qildi. Sababi esa Yodgorshoh tez g'azablanadigan erkak. Jahli chiqqan vaqtda ko'ziga Bahora ham ko'rinmas edi. Bahora bularni o'ylab o'ychan o'tirar edi. Shunda eshik birdan ochilib, ichkariga Yodgorshoh kirdi. Erining savlati birdan xonani egalladi. Bahora Yodgorshoh yuziga qarar ekan, Zubayrxon yuziga qaraganda ko'proq erining yuzida nur va iliqlik borligini sezdi. Uning qiz eridan aziyat chekmasin Yodgorshohni, derdi tanasi ruhi. Qiz uchun haqiqiy darmondek edi. Sizni sevaman. Yodgorshoh ustidagi to'nini yechar ekan, Bahoraning gapidan to'xtab qoldi va kichik pushti lablarining chetida tabassum paydo bo'ldi. Qora sochini bir qo'li bilan ortga tarab qo'ydi. Eringni qanday eritishni bilasan, yaramas qiz. Yodgorshoh qizni yoniga atayin emaklab bordi. 2 qavat qilib to'shalgan baxmal ko'rpa ustida o'tirgan Bahora uyat va hayajondan ortga tisarildi. Ammo unga yetib kelgan Yodgorshoh qizning qochishiga yo'l qoldirmadi. Yodgorshoh uni qo'yib yubormadi, ammo tegmadi ham. Uning jim turganini sezgan Bahora Yodgorshoh ko'ziga qaradi. Bahora, faqat rostini ayt, Zubayr senga tegdimi? Yodgorshohning yuzi birdan qorong'ulashdi va jiddiy tus oldi. Bahora yuragi hovuchlab Yodgorshohning ko'zlariga qaradi. Uning ko'zlarida na g'azab, na tahdid bor edi. Faqat rashk ko'zlarida sezilib turibdi. Yo'q, dedi Bahora titroq ovozda. Zubayrxon menga tegmadi. Yodgorshoh sukut saqladi. Xotirjam bo'lib chuqur nafas oldi. So'ng sekin tabassum qildi. Shunday deb aytishingni bilardim, dedi u ohista. Mening yuragim seni yolg'on gapirishga qodir emasligingni sezadi. U shunday deya Bahoraning yuzini qo'llari orasiga oldi. Labini qizning peshonasiga qo'ydi. Bu bo'lsa mehr va sog'inch bilan to'la edi. Seni sog'indim, Bahora, dedi Yodgorshoh past ovozda. Bahora ko'zlarini yumdi. Hayajon tanasini egalladi. Shu kecha ular tonggacha visol onlarini birga o'tkazdi. Yodgorshoh qizni sog'ingani uchun osonlikcha Bahorani qo'yib yubormadi. Tong yorishganda Bahora birinchi bo'lib uyg'ondi. Hovli salqin, xira-shira edi. Birozdan so'ng Yodgorshoh ham uyg'ondi. Kichkintoyim, dedi u ohista. Ikkisi birga tashqariga chiqishdi. Salqin tong shabadasi yuzlariga urilar. Havoda choy hidi aralash, ertalabki xotirjamlik, baraka bor edi. Ular birga yuz-qo'lini yuvishdi. Tahorat olib, bir chekkadagi kichik joyda yonma-yon turib bomdod namozini o'qishdi. Namozdan so'ng Yodgorshoh choyxonaga chiqib 2 piyola choy va issiq osh olib keldi. Bahora bilan birga dasturxonda o'tirdilar. Bahora va Yodgorshoh ovqatlanib qornlarini to'q qilib oldi. Endi yo'lga chiqamiz, dedi Yodgorshoh yumshoq ohangda. Oldimizda uzoq safar kutyapti. Bahora bosh irg'ab jilmaydi. Ular o'zlari bilan hech narsa olmagandi. Faqat Yodgorshoh Azimxondan olgan tillalari yonida edi. Ikkisi tashqariga chiqdi va ot yoniga bordi. Yodgorshoh qizni otga mindirdi. O'zi esa ortiga o'tirdi. Ot sekin yurishni boshladi. Bahora esa xotirjam holda erining ko'ksiga suyandi. Endi hamma narsa ortda qoldi, dedi Yodgorshoh past ovozda. Ha, dedi Bahora, xotirjam topgancha. Otning izidan chang ko'tarilib, quyosh ufqdan ko'tarilib, ularning orqasida kechgan tun asta xotiraga aylanib borardi. Kun sovuq, qishni shamoli esishni boshlagan edi. Bahora ot oldida uxlab qolgan. Yodgorshoh qiz yiqilmasin deb 2 qo'lini Bahora yonidan o'tkazib olgan edi. Quyosh tepaga ko'tarilayotganda yo'l yanada zerikarli va uzoqdek ko'rinardi. Issiq shamol cho'l bag'ridan esib changlarni havoga ko'tarar edi. Bahora otning oldida, Yodgorshoh esa ortida jim ketardi. Ikkisi bir so'z demas edi. Qiz erining yurak urishini eshitib, ich-ichidan tinchlanar edi.
Yodgorshah esa Bahoraning sochlaridan kelayotgan mayin iforni his qilib, o'zini sokinlikka chorlagandek edi. U uchun bu ayol dunyodagi eng muqaddas yodgorlik, barcha yo'qotishlarning yagona o'rnini bosuvchi inson edi. Ular qiyinchiliklar bilan tog'lar va cho'llarni bosib o'tdi. Uzoq yo'l yurishdi. Kunlar haftalarga, haftalar esa oylarga ulangan edi. Nihoyat Amirlik chegarasi ko'rindi. Uzun devor ortida yashil daraxtlar, moviy daryo ko'zga tashlanardi. Bahora, dedi Yodgorshah sekin ovozda. Manavi yer, mana shu tuproq endi bizniki. Bu yerda hech kim seni mendan tortib ololmaydi. Bahora ortiga qaradi. Uning ko'zlarida qo'rquv ham, ishonch ham mujassam edi. Faqat tinchlik bo'lsa bas, dedi Bahora shivirlab. Yodgorshah jilmaydi. Otini sekin oldinga haydab, qo'lini cho'zdi. Bahora ham unga qo'l uzatdi. Ikki qo'l birlashdi. Tinch yashaymiz, va'da beraman, dedi u qat'iy ohangda. Endi na jang, na qon, faqat biz va yangi hayot bo'ladi. Amirlikda uzoq qolmaymiz, bu xavfli. Men seni uzoqlarga olib ketaman. Faqat biroz muddat amirlikda bo'lamiz. Chegaradan o'tishgach, Yodgorshahning odamlaridan biri, sodiq xizmatkori Mirkarim, ot minib ularga qarshi chiqdi. Xush kelibsiz, Yodgorshah, dedi u ta'zim qilib. Siz uchun yangi maskan tayyor. Daryo bo'yidagi qo'rg'onda dam olasizlar. Boshingizga tushgan ishdan afsusdamiz. Yodgorshah ot jilovini mahkam tutgancha Bahora tomon egildi. Rahmat, dedi Yodgorshah. Yodgorshah va Bahora daryo bo'yidagi qorong'u ichidagi kichik, ammo mustahkam uyga kirdilar. Xonani to'ldirgan qadimiy g'ovak g'ishtlar, suvning sekin shovqini va derazalardan tushgan nur ular e'tiborini tortdi. Bu xona tinch va xotirjamlik bergandek ko'rinar edi. Bahora nihoyat Yodgorshah bilan yana yolg'iz yashashdan xursand edi. Yodgorshah vatanidan ketgani uchun xafa, ammo Bahoraga farqi yo'q edi. Axir Bahora asli Xorazmda tug'ilmagan. Biz bir hafta shu yerda bo'lamiz, dedi Yodgorshah. Keyin yo'lda davom etamiz. Ammo men boshqa narsani ham o'yladim. O'tgan gal Istanbulgacha 206 kun yo'l yurgandim. Lekin o'shanda men piyoda edim. U vaqt Xorazm xoni, yana Zubayrxonning otasi buyrug'i bilan ketgandim. Ammo yo'lda otim nobud bo'ldi. Shu sababdan piyoda ketganman. Bu safar yaxshi ot olsak, 3 oyda yetib boramiz. Lekin sen bolani dunyoga keltirguningcha Buxoroda qolishni o'ylayapman. Bahora yengil bosh irg'adi, ammo qo'rqar edi. Yodgorshah barini bilsa, nimalar bo'lishini tasavvur ham qila olmas edi. Yodgorshah kechga yaqin Bahorani bozorga olib chiqdi. Qizga Amirlikdan oddiy ayollarga xos ro'mol olib berdi. Yuzini ham yopib turadigan ro'molni o'ragan Bahora erining yonidan uzoqlashmas edi. Bozor ichidagi havo shirin nonning pishishi, qovurilgan sabzavot, kompotlar va ziravorlarning pastasi aralashib ketgan edi. Do'konlar oldida turli-tuman kiyimlar osilgan, och rangli ipak choyshablar, ho'l meva navlari bor edi. Ayollar ro'mollari qizil va oltin rang bilan bezatilgan ko'ylaklar yaltirab turar edi. Bahora bozorni ishtiyoq bilan kuzatar, qo'li esa erining qo'lida edi. Bozor burchagida oshpazlar ochiq olov ustida palov pishirar, katta qozonlarda sho'rva qaynar edi. Ularning atrofida ustaxona joylari bor edi. Tandirda nonlar pishar va ularning hidi butun ko'chani egallar edi. Bolalar bozor burchagida kichik o'yin o'ynab kulishardi. Ular mayda po'latdan yasalgan aravachani itarib, bir-birlarini quvishar edi. Hali bizni ham bolamiz tug'ilsa, u ham shunday sho'x bo'lib, do'stlari bilan ko'chaga chiqib, kiyimlarini kir qilib keladi. Yodgorshah kulib Bahoraga qaradi. Bahoraning yuzidagi tabassum birdan so'ndi va Yodgorshahga sezdirmaslik uchun yengil bosh irg'ab ha degandek bo'ldi. Ular yana aylanishda davom etdi. Ayollar qator-qator navbatda to'plangan, kimdir ipak sotadi, kimdir tilla va kumush taqinchoqlarni titib ko'rsatadi. Kiyimlarni tikuvchilar o'z iplarini tortib, mixni ustidan tezgina bo'laklarni birlashtirib chiqishar. Mijozlar yonidan o'tib ketganda esa ular keling deb taklif qilib qo'yishar edi. Bahora va Yodgorshah yana biroz yurib, bir do'konchaga duch keldi. Do'konda o'tirgani so'rilar bor.
va katta chelakda o'xshash idishda suv qaynar edi. Keksa ayol esa stulchaga chiqib, undagi suvdan choy damlab, mijozlarga xizmat ko'rsatib turardi. Qaynab turgan suv yonida esa tandir bor. Tandir ichida issiq somsalar ko'rinib turibdi. Amirlikning qo'y go'shtidan qilingan somsalari mazali. Yur, senga olib beraman, quvvat bo'ladi senga. Yodgorshok qizni qo'lidan ushlab olib, o'sha oshxona tomon olib bordi. Bahora esa xijolat sabab ergashar edi. Hozircha Yodgorshokdan homila endi yo'q ekanini yashirmoqda. Ammo kasalni yashirsang isitmasi oshkor qiladi degandek, qizni ham qorni chiqmasa, Yodgorshok shubha qilishni boshlardi. Bahora qo'rqibgina Yodgorshok olib kelgan joyga o'tirdi. Hikoyamizning davomi keyingi qismlarda. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.